qizlar majlishyapman. Erimni birinchi xotinlari bor ekan. Shuning uchun eringlarni yo'qotmasliklari uchun men sizlarga top 3 ta maslahat berib o'tmoqchiman. Birinchi o'rinda dietani qattiq ushlashingiz kerak. Men 2 haftaligimda 96 kilo edim, hozir 16 kilo vес shunday tashladim. Dietalar orqali. Mana menga ikkinchidan, po'palarni takoy объемni qilib har doim eringlarning ko'zini jalb qiladigan darajada bo'lishingiz kerak. Uchinchidan, erimizlar men kech kelsa ham, biza xafa bo'lsa ham, ular nastroyeniyalari qanaqa bilmaymiz. Eshikdan kirib kelishlarini e'tibori o'zimizga takoy tortib, chiroyli kutib olishimiz kerak, ular nastroyeniyalarini ko'tarishimiz kerak. Erimlar ajrashish masalasiga keladigan bo'lsak, erim birinchi xotinlari bu ularni ishlari. Men erimdan ketsam ham negativizm, meni erim tashlab ketmaydi hech qachon, bilib olinglar. Fu